Shuning uchun menga amal ibodat ig'ri keldi. Haromdan yenish qiyin kelyotidi. Allohning buyrug'i ig'ri kelyotidi. Namoz ig'ri kelyotidi deganlar eng avval neni tekshiradi? Qanoat degan gap tirishmang degan gap emas. Qanoat degan gap tirishing, harom bo'lgan yerda to'xtang. Shubhining qashda to'xtang. Boshqalarning haqqi bo'lgan yerda to'xtang degan. Shuning uchun bir erning uyga halol luqma akishida muhim o'rinda turadigan uning ayoli. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz qarindoshlar. Biz Allohning rahmeti ve fazli bilan Imom Navoiyninki 40 hadis nomli kitobidan 10-chi hadisni o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz bizga nurg'unlagan masalalarni o'rgatadi. Masalan, bizni ko'p hollarda so'riladi. Amal ibodat ig'ri qildigan bo'lib qoldi. Namoz xo'sh yoqmaydi. Men bir ishning haromligini bilaman, lekin yanolmayman. Buning sababi nima degan savollar keladi. Bugungi hadisimiz buning javobini beradi. Va shundaqla ba'zi qarindoshlarimiz yana bunday savol so'raydi. Duolarim ijobat bo'lmayotidi. Va yoki hozir hammamiz Ramazonlarda yig'ilib duo qilamiz. Nima uchun duoyimiz ijobat bo'lmaydi? Va yoki shaxsiy shaklda men Allohdan bunday ishni so'rayman. Nima uchun Alloh mening duoyimni ijobat qilmaydi degan savollarni so'raydi. Buning javobi bu bugungi hadisda chiqadi. Va shundaqla jamiyat qarab baqadigan bo'lsak, Alloh taolo ba'zi kishilarga yaxshilarni muvaffaq qiladi. Ba'zi kishilar shuncha o'qigan bo'lsa-mu, shuncha tirishgan bo'lsa-mu, ba'zi ishlar muvaffaq bo'lmaydi. Buning sababi nima? Va shundaqla ba'zi kishilar unchalik kuchimisimu, farzandlarining yaramli avlodlar chiqadi. Onasi savotsiz bo'lsa-mu, dadasi savotsiz bo'lsa-mu, avlodlari yaramli chiqadi. Ammo yana ba'zi kishilar shunchalik kuchigan bo'lsa-mu, yaramli avlod chiqmaydi. Buning sababi nima? Bugungi hadisimiz bu savollarning hammasiga javob beradi. Unda bo'lsa biz old bilan hadisimizni o'qiymiz, undan keyin sharhlamamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hureyre radhiyallahu ta'ala anhu qal. Abu Hureyre radhiyallahu anhu naql qilindi. Dedi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mundaq dedi. İnnallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Taala paktur. Allah Taala pak bo'lgandan boshqa hech narsani qabul qilmaydi. Va innalloha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Haqiqatan Alloh Taala elchilarni nimaga buyurgan bo'lsa, payg'ambarlarni, mu'minlarni shuningga buyurdi. Allah Taala Qur'on-i Kerimda ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati va amalu solihan. Ey elchilar, pak halol narsalardan yangla ve yaxshi amalni qilinglar. Ve Allah Taala mundaq dedi: Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum vashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey Allohga ishongan kishilar, biz sizlarga rizq qilib bergan narsadan pok va halollarni yanglar va sizlar Allohga ibodat qilmoqchi bo'lsanglar, Allohga shukr qilinglar. Ondan keyin zakara rajul yutilu safara. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom undan keyin uzun safar qilgan, chashlari chuvilib ketgan, to'pi bosgan, ikki qo'lni osmonga ko'tarib ya Rob deb duo qilayotgan bir odamni tilga oldi. Va u odamning yemiki haram, ichmiki haram va harom bilan g'izolangan u odamning duosi qandoqmi ijobat bo'lsin dedi. Hadis mushada xalashdi. Hamda biz hadisni sharhlaymiz. Qarab qolgan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu hadisning 5ida innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah paktur, pakdan boshqasini qabul qilmaydi dedi. Alloh subhanahu va taolo butun ayb nuqsonlardan paktur. Va shundaqla o'ziga qilingan ibodatlarga shu o'lchamni qo'ydiki, shu qom pak bo'lish kerak, pokiz bo'lish kerak. Xo'sh, unda bo'lsa Alloh taolo qabul qiladigan pak bo'lgan amal qaysi? Biz hozir o'rganganimiz birinchidan riyodan va shirkdan xoli bo'lish. Va shundaqla bugungi hadisda ishorat qilgani bo'lsa, shu amal ibodatni, shu yaxshini qilishda u odam halol yashagan bo'lishi kerak, halol yegan bo'lishi kerak, halol ichgan bo'lishi kerak, qilgan sadiqasini halol yo'ldan topgan bo'lishi kerak. Unda bo'lmaydi ekan, ya'ni bir odam halol yemaydi ekan, halol ichmaydi ekan, harom yerdan pul tepib akilib, uni qarimlarga, ahlimlarga xajlagan bo'lsa, bu odam yaxshi qilgan bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bunday amalni qabul qilmaydi degan bo'ladi. Buni biz nereden chiqaramiz? Hadisdanki davomidan chiqaramiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Alloh paktur, pakdan boshqasi qabul qilmaydi deb bo'lgandan keyin Alloh taolo mu'minlarni payg'ambarlar nimaga buyurgan bo'lsa, shuni buyurdi dedi. Unda bo'lsa payg'ambarlarni Alloh taolo nimaga buyurdi Qur'on Karimda? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati va amalu solihan. Ey payg'ambarlar, halal pak narsalardan yangla ve yaxshi amalni qilinglar dedi. Qarab qolgan bo'lsak, Alloh taolo payg'ambarlarni halol yeyishga buyurdi va halol yegandan keyin ondan keyin yaxshi qilishga buyurdi. Va shundaqla payg'ambarlarni buyurgan narsaga bizni buyurdi. O'xshashlar. Halol yeyishga va yaxshilarni qilishga. Demak, biz pak bo'lgan Alloh taolo qabul qiladigan pak amalni qilishimiz uchun eng oldin nima qilishimiz kerak ekan? Halol yeyishimiz kerak ekan. Biz halol yegan vaqtimizda ondan keyin qilgan amalimiz halol bo'ladi. Tijoratni haloldan topgan vaqtimizda, pul halol kelgan vaqtida ondan keyin qilgan sadiqamiz pok bo'ladi, Alloh qabul qiladi. Va shundaqla biz halol yegan vaqtimizda ondan keyin Alloh taolo bizni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Qaranglar, Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati va amalu solihan. Ey elchilar, halol yanglar, yaxshi qilinglar. Ya'ni sizlar yaxshi qilmoqchi bo'lsanglar, halol yanglar. Undan keyin yaxshi Alloh taolo sizga muvaffaq qiladi. Demak, xususiy ibodatdan tortib yuqorisi
dunyo va oxiratda foyda bo'ladigan bir natija qozonishchi bo'lgan butun ishlarning eng oldingi sharti halol yeyish. Agar biz halol yemaydi ekanmiz, Alloh subhanahu va taolo bizning amallarimizni qabul qilmaydi va shundaqla bizni solih, Alloh taolo rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilmaydi. Shuning uchun menga amal ibodat ig'ir keldi, haromdan yenish qiyin kelyotidi, Allohning buyrug'i ig'ir kelyotidi, namoz ig'ir kelyotidi deganlar eng avval neni tekshiraydi? Ig'izni tekshirish kerak. Yemak ichmakim qandaroq? Bu yemak ichmakimda harom aralashib qoldimi? Shubhalik narsalar aralashib qoldimi? Shuning uchun bu shubhalik narsalar mening go'shimni o'stirib, amal ibodatlarni ig'ir keltiryotgandi. Bunga diqqat qilish kerak. Biz his qilmasligimiz mumkin. O'xshash foydali bo'lishi mumkin. O'xshash uning tarkibida har xil immunitlar bo'lishi mumkin. Ammo ruhiy jihatda, ma'naviy jihatda harom yemakliklar bizning putqulimizni amal ibodatdan ig'ir qilib qo'yadi. Irodasiz qilib qo'yadi. Jonsiz qilib qo'yadi. Alloh cheklagan ishlarni yanmaydigan, Alloh buyurgan ishlarga qilmaydigan mushu holat kelib qo'yadi. Shuning uchun musulmonlarni kardan chiqarmoqchi bo'lganlar, musulmonlarni dindan yondirmoqchi bo'lganlar eng avval nerdan boshlaydi? Geldan boshlaydi. Ta Odam atamizdan tortib, galdan boshlab hujum qiladi. Shayton tunji qatim Odam atamizga qaysi tarafdan hujum qildi? Geldan hujum qildi. Alloh yemang degan daraxtni yegizish qiziqtirish orqali shu yerdan hujum qildi. Nimishqa galdan ketkizgandan keyin boshqa tarafmi ketadi. Shuning uchun bu haqda mundaq bir asar naql qilinadi. Shayton bir odamningki ibodat qilayotganligi, taqvoligini ko'rsa, ballarga deydi. Uningki yemak ichmakiga qaranglar deydi. Agar uning yemak ichmaki haromdan bo'lsa, da'uhu. Uni qilib qo'yinglar, o'sha yegan yemak ichmaki uning kupoyi qiladi deydi. Ya'ni harom yegan odam har qancha taqvolik qilsa-mu, oxirida u fosiqlashadi, amal ibodat unga ig'ir keladi. Shuning uchun shayton mashg'ul bo'lmaydi degan gap. Bu asli va asas hal qaraydigan masala emas. Bizning vatanimiz qaraydigan bo'lsak-mu, din dushmanlari bo'lgan u zolimlar musulmonlarni dindan qaytirish uchun nerdan boshladi? Nimaga hujum qilyotdi? Halol yemekliklarni cheklashdan, cho'shqi go'shti yeyishga majburlashdan boshlayotdi. Cho'shqi go'shti yesa, ularga nima foyda? Hech qanday bir foydasi yo'q. Ammo bir musulmonga nisbatan cho'shqi go'sht yesa, uningki ma'naviyati ojizlashadi. Alloh harom qilgan narsalarni yesa, ruhiy quvvati ojizlashadi-da, Allohning buyrug'i ig'ir keladi. Shuning uchun Allohning buyrug'i ig'ir kelmasin. Ma dunyoda Alloh subhanahu va taolo meni yaxshiga muvaffaq qilsin deydi ekanmiz, halol yeyishga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Tarix qarab qolgan bo'lsak, buning misollari intayin ko'p. Yemak ichmakka diqqat qilgan olimlardan nurg'unlagan asarlar qolgan. Masalan, Imom Navaviy deymiz, hozirgi biz kitobini darsda qilayotgan. Tarixda nurg'unlagan kitob yozilgan. Nima uchun bu Imom Navaviyning kitobi hozirga qadar butun musulmonlar suyab o'qiydigan kitobga aylandi? Riyos Solihun bo'lsin. Bu imomning yemak ichmakda alohida diqqat qilgan bir tarafi. Va undan boshqa masalan biz bilamiz Imom Azam deymiz, Abu Hanifa. Buyuk bir olim. Dadisi olimmi, onasi olimmi? Nima uchun Alloh subhanahu va taolo uning dadisiga Imom Azamdek bir avlodni ato qildi? Buning tarixida bundaq bir voqelik bayon qilinadi. Ya'ni Imom Azamning dadisi bir kunlik Iroqning buyida o'ltagan vaqtida qursqini och, Iroqdan bir tal olma iqib kelgan. Imom Azam dadisi olmani yeplam, suqto'ygandan keyin bu olma kimningki? Men bunga diqqat qilmabdimmi deb Iroqni bo'ylab birib bir bog'ning qashiga borgan va bog'ning egasidan men sizning beg'ingizni iqib tushgan olmani yepdimi? Rozi bo'ling degan. Bog'ning egasi bundan nihoyat hayron qilib, bir tal olmaga shunchalik diqqat qilgan bo'lsa, bu nihoyat taqvo bol ekan deb uni sinab baqish uchun unamagan. Bu bola yalvurgan, unamagan, bir qancha kun uyning oldin ketkili unamay turgan. Oxirida mana ma rasmiy kiyval qilvasak bo'ldi ekan bola ekan deb uni yana bir qatim imtihon qilib, unda bo'lsa mening bir qizim bor. Shuning bilan o'ylansang, ondan keyin seni apu qilma, rozi bo'lma dedi ekan. Bo'ladi dedi ekan. Ammo mening qizimning ko'zi ko'rmaydi, puti dasmaydi, quli tutmaydi dedi ekan. Bu nihoyat ig'ir keladi. Lekin men harom yeb ma dunyodan ketguncha mayli rozi bo'ldi g'ashlab qolsin mayli deydi ekan. To'y qilishdi ekan, qizni ko'rsatdi ekan, qarovdak bo'lsa, ko'zi ko'radigan, qo'li tutadigan, puti dasaydigan bir qiz. Imom Azam da so'raydi ekan. Bu nima gap degan ekan. Mening qizim haromni ko'rmaydi, o'shunday ko'rmagan, haromga dasamagan, haromni tutmagan deydi ekan. Shunda qilib bu qiz bilan to'y qilgan, ana shu halol haromga diqqat qilgan bir oiladan Imom Azamdek bir olim dunyoga kelgan deyiladi. Demak, mana bu halol haromga diqqat qilganlikning bir mevasi. Undan boshqa masalan biz hozir Turkiya jamiyatidagi mashhur bir jamoat bor, Mahmudchilar deydi. Shu Mahmud afandining tarixidami onasi favqul oda uning yemak diqqat qilganligi tilganladi. Favqulodda. Hatto bozorga chiqqan vaqtida pulni chigib qo'yganmi yoki ig'izga bir narsa tortib qo'yganmi shunday voqealar bor ekan. Yo'lda mang'ach, u yerdan bu yerdan bir narsa ap ig'izga yeb salmasin, qo'li bir narsani tutib salmasin deb mushundaq mang'atdi bozorlarning ichida mansimi deb mushu voqealiklar tilganladi ekan. Ana shunday pokiz baqqandi. Undan boshqa tarixda buning misollari nihoyat ko'p. Malik ibn Dinar deymiz. Undan shunday bir voqealik bor. Biz ilgari so'zlagan. Demak, bizning avlodlarimiz yaramliq yetishsin. Uning ichidan Alloh taolo yaxshi ko'radigan, yaxshilarga muvaffaq bo'lgan bir insonlar yetishib chiqsin deydi ekanmiz. Halol yeyishga, pok yeyishga diqqat qilish kerak. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati va amalu solihan. Ey payg'ambarlar, pok yenglar, yaxshi amal qilinglar. Ya'ni pok yeysanglar, Alloh taolo sizni yaxshi amalga muvaffaq qiladi deganga ishorat qilgan. Va shundaqla halol yeyish bizni Allohga shukr qilishga muyassar qiladi. Alloh taolo bizga nurg'ulgan ne'mat berishi mumkin. Agar biz ne'matni tunimay uningga shukr qilmasak, u ne'mat bizda davom qilmaydi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda ey mu'minlar, sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizdan pok va halol bo'lganini yanglar, faqat Allohga ibodat qilguvchilardan bo'lsanglar Allohga shukr qilinglar deydi. Ya'ni pok narsa halol narsa yanglar, undan keyin sizlar Allohga shukr qila olasizlar. Allohga minnatdorlik bildira olasizlar. Undan keyin ne'matlarda davom qiladi deydi. Demak, halol yeyish unda sal qaraydigan, hargiz bundan narsa emas. Boshqalarning yevag'inga, kivag'inga
narsalarga hargiz aldinmayli. Vaqtliq dunyo. Bundan keyin bizning avlodlarimiz bo'ladi. Hayot bu emas. Muhim bo'lgani no'chi yeyish, no'chi kiyish, no'chi haydash emas, halol yashash. Boshqalar o'zining kelganlari bilan, o'ynaganlari bilan shunday rasmga chiqib faxr qilgan bo'lsa, biz halol yeb, oddiy yashagan bo'lsakmi, o'zimizning halol yeganligi bilan faxr qilishimiz kerak. Mana shuni o'zimizning qalbiga besib turib, qanoat tepishimiz kerak. Hadisning davomida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bulardan keyin, ya'ni yuqorqi oyatlarni o'qib bo'lgandan keyin uzun safarda chas soqollari cho'lishib ketgan, to'pichang bosgan, qo'llarini, ya'ni ikki qo'lni osmonga ko'tarib, ya Rob deb duo qilgan bir odamni tilga oldi. Tilga bo'lgandan keyin uning yegini harom, ichgini harom bilan g'izolangan, uning duosi qandoqmi ijobat bo'lsin dedi. Qarab qiladigan bo'lsak, bu hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uzun safar qilgan dedi. Safar degan duoning ijobat bo'lish bir sharti. Va shundaqla to'pi bosgan, chashlarchuliq, ya'ni Allohning har holatda tilagan va shundaqla yamud yadayhi ila-sama, ikki qo'lni osmonga ko'targan. Ikki qo'lni osmonga ko'tarishmi duo ijobat bo'lishining bir sababi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda ikki qo'lni ko'tarib duo qilgan kishining duosini quruq qaytarishini Alloh hayo qiladi dedi. Demak, duo ijobat bo'lishining bir qancha sabablarini o'zida hozirladi, ammo duosi ijobat bo'lmadi. Nima uchun? Mat'amuhu harom, mashrabuhu haram va g'udiya bil haram. Yemek haram, içmek haram bilan g'izolangan. Shuning uchun biz agar biz yemek ichmakimizni pokizlamay turib, qanchalik duo qildi, ta'sirlik duo qildi, yig'ilib duo qildi, yig'lab duo qildi, ijobat bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom fa anna yustajabu zalik. Uning duosi qandoqmi ijobat bo'lsin? Alloh taolo payg'ambarlarga buyurgan narsalarni sizlarga buyurdi dedi-ya. Bunda bo'lsa hammamiz o'rtaq. Payg'ambarlarmi shunda, ulamolarmi shunda, da'vatchilarmi shunda, oddiy fuqaromi shunda, hammamiz yegan narsamizga diqqat qilishimiz kerak. Ana shu vaqtda bizning duoyimiz ijobat bo'ladi. Agar biz bunga diqqat qilmasak, duodan mahrum qolamiz. Duodan mahrum qoldik degan gap eng cho'ng qurolimizni mahrum qoldik degan gap. Chunki duo mu'minning eng kuchli quroli. Agar duoyimiz bo'lmasa, Alloh taolo bizga parvo qilmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'aukum." Agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, sizlarga Robbinglar parvo qilmaydi. Buni yetkazgan Muhammad kishilarga dedi. Demak, duo uzildi deganlik, Alloh bilan bizning aloqamiz uzildi deganlik. Duodan mahrum qoldik deganlik, nihoyat cho'ng bir qurolimizdan mahrum qoldi deganlik. Bu kuchli cho'ng qurolimizdan mahrum qolmayli deydi ekanmiz. Yemak ichmakimizga diqqat qilishimiz kerak. Bu faqat yeyish ichishni ko'rsatmaydi. Kiyim kiyishni tortib, haydashni tortib hammani ko'rsatadi. Topgan pullarimiz, garchi biz haromdan pul tepib, bismillah deb o'ltirgan qo'y go'shtini ekib yesakmi, yine harom yegan bo'lamiz. O'z zotida harom bo'lmasa-mu, ma'naviy jihatda, hukm jihatda bu harom. Shuning uchun kiyim-kechak hamma narsaga diqqat qilishimiz kerak. Har bir narsaninki haloldan bo'lishiga alohida diqqat qilishimiz kerak. Xo'sh, unda bo'lsa, halol yeyish uchun bu haromga tushib qolmaslik uchun qanday qilishimiz kerak? Birinchidan biz yuqorida so'zlab o'tgan hadisdagi bo'yicha shubhiylik narsalarni yiroq turishimiz kerak. Shubhiylik yemak-ichmakdan yiroq turishimiz kerak. Shubhiylik tijoratdan yiroq turishimiz kerak. Shubhiylik pul topadigan yo'llarning hammasini yiroq turishimiz kerak. Chunki shubhiylik yo'l hamon bir kuni bizni haromga tushiradi. O xuddi chegarada pada baqqanga o'xshaydi dedi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom. Pada degan jim turmaydi. Hamon bir kuni o cheklangan rayonga kirib ketadi. Alloh harom qilgan ishlarga tushib qoladi. Shunga Alloh taolo meni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin, avlodlarimdan yaxshi avlod keltirsin deydi ekanmiz. Biz halol tijorat, halol yeyish, halol keshga alohida diqqat qilishimiz kerak. Shubhiylik ishlardan yiroq turish orqali. Ikkinchisi bo'lsa, qanoatsizlikdan qattiq saqlanishimiz kerak. Insonning qalbida shunday bir narsa borki, bu yaxshi bo'lsa tirishchanlik deb ataladi. Agar bu salbiy bo'lsa, qanoatsizlik deb ataladi. Tirishchanlik bo'lsa, harom va shubhiylik ishlarning qashqiga vaqt to'xtay oladi. Bir odamning ko'p pul topqisi bor. Bu tirishchanmi yoki qanoatsizmi? Buni qanday ayiramiz? Ayirmay. Boshqalarning haqqiga diqqat qilmay pul topamdi yoki boshqalarning haq huquqiga diqqat qilib, sezgulik bilan halol haromni surishtirib qilib pul topamdi. Mushuning bilan qaraymiz. Agar shunga diqqat qilsa, bu odam tirishchan, qanoatsiz emas. Ammo bir odam nihoyat tirishchan, lekin halol haromga diqqat qilmaydi. Boshqalarni yig'iltamdi, unga diqqat qilmaydi. Boshqalarning haq qo'lib qilindi, unga diqqat qilmaydi. Elishini, tepishini o'ylaydi. Bu odam tirishchan emas, qanoatsiz. Bunda bir qanoatsizlik bizni haromga tushiradi. Haromdan pul tepishga, haromdan bir narsa yeyishga qattiq boshlaydi. Yana bir muhim masala, qanoat degan gap tirishmang degan gap emas. Qanoat degan gap tirishing harom bo'lgan yerda to'xtang. Shubhinin qashda to'xtang. Boshqalarning haqqi bo'lgan yerda to'xtang degan gap. Uchinchisi, turmush seviyamizniki kirimizni o'sib ketishidan qattiq saqlanishimiz kerak. Turmush seviyamiz yanjuqimizni bak o'sib ketsa, biz ash turmush seviyamizni to'liq etmaymiz. Ya'ni o'zimiz aralashgan kishilarning turmush seviyasi yuqori, bizning kirimiz azob qolsa, biz ashlarning orasidan qanmay deb halollamdi, harom bo'lamdi, shubhiyliklarni topadigan ahvol kelib qoladi. Shuning uchun har vaqt o'zimizning kirimi nada? Kirimga qarab Ondan keyin kishilik munosabat o'rnatishimiz kerak. Kirimimiz qarab boshqalar bilan adamachilik qilishimiz kerak. Unda bo'lmaydigan kirimimiz tuban. Yuqori kishilar bilan alishib qolsak, u vaqtda ularning orasidan qolib qolmaslik uchun, modadan qolib qolmaslik uchun halollamdi, shu belgilamdi, pul topadigan, halol harom o'lchimiz to'lab ketadigan ahvol kelib chiqadi. Bugungi kunda bo'lapmi? Bu nihoyatda bir muhim bir masala. Chunki bugungi jamiyatimizda diqqat qilmasak ham turmushimiz o'sib ketgan aron turadi. Çünkü etrafımızda ana shunday bir muhit bor, atmosfera bor. Unda bo'lgan ekan, yo'q, men palani emas, mening hisodim uyaga yetmaydi deb bunga diqqat qilishimiz kerak. Esimizda olsun, ba'zi kishilarga kirmiga qarab to'g'ri bo'lgan ish, ba'zi kishilarga kirmiga qarab to'g'ri bo'lmaydi.
Masalan deyli, bir odamning kirimi yaxshi, haloldan pul topadi. U odam masalan to'y qilmoqchi deyli. O'zining iqtisodi va haloldan topadi. Zakat ayırıydı ama yaxshiroq ya to'y qildi, mas'ul yo'q. Ammo bir odamning kirimi yo'q, hashamalik ya to'y qilib qolib qolsa, bu vaqtda texan mas'ul kelib chiqadi. Shu bilik ishlarga tushib qoladi. Yordam deb ehtiyojli bo'lmagan narsani olib qilish ehtimoli bor. Shunga o'zimizningki turmush saviyasini har vaqt o'zimizning iqtisodiy kirim bilan teng tutishga ahamiyat berishimiz kerak. To'rtinchisi, haromga tushib qolmaslik uchun qilish tegishli ishlarniki moda qo'llashni saqlashimiz kerak. Ko'pincha xonim qizlarimiz, hamshirimiz bugun kunimizda mana mushu imtihonga duch kelganlik. Chunki atrofimizga qarasak, mayli ijtimoiy taraqqiy vositalar bo'lsin, mayli kishilar bo'lsin, hammasi bir dunyoga yuzinib ketayotgan, noch kiyishning gapini qilishayotgan, noch yeyishning gapini qilayotgan, noch uy tutishning gapini qilayotgan mushundaq bir muhit bor. Unda bir muhitda xonim qizlarimiz mush iqlimdan o'zini chekindirib chiqmasa, mushu qaynamga kirib qolib qolsa, u vaqtda yo'ldoshining tepishiga qaramaydi, yo'ldoshining nima ish qilganligiga qaramaydi. Ana shu qaynamdan chiqolmay, fuloslam akal, fuloslam tab deb yo'ldashini halol harom masalasida qiynaydi. Yo'ldoshi mush ayolimning g'alisini besiq turay deb o'lchamni tuvanlashtiradi. Mush masala mush yerda kelib chiqadi. Shuning uchun mayli boshqalardek yashamasangiz, muhim bo'lgani halol yashash. Shuning uchun bir erning uyga halol luqma akishida muhim o'rinda turadiğini uning ayoli. Ayoli qanoatchan bo'lsa, u yo'ldoshi halol luqma akiradi. Agar ayol qanoatchan bo'lmasa, yashamga berilib ketsa, nocha yashashni o'ziga asos qilib olsa, bu vaqtda haromga tushib qolishi nihoyat yaqin bo'ladi. Masalan, bu vaqtda bunda bir voqelik bor. Imom Hasan al-Basri haramga kirib, qaytishdan ilgari bir do'konga kirib bir narsa olmoqchi bo'ldi ekanda. Olmoqchi bo'lib, qarasa u odam narsa kerakligini shunchalik maqtab, mubolag'a qilib sotadi ekan. Imom Hasan al-Basri bu odamni bir narsa to'saq bo'lmaydi ekan deb chekinib ketdi ekan. Bir qancha yil o'tgandan keyin yana haramga kirib, yana shu odam do'konga kirib qoldi ekanda. Qarasa u odam unda ilgirikidek bir narsani maqtab sotmagan, nihoyat temkin, bani bor deb, yo'qni yo'q deb sotganligini ko'rdi ekanda. Buni hayron qilib so'raydi ekan. So'rgandan keyin bu odam deydi ekan, "Mening ilgari bir ayolim bor edi. U ayolim nihoyat qanoatsiz. Doim men bilan pul tep akirmadan deb mushundaq suqshatdi, g'alla qilatdi. Bu sababdan men ayolimni rozi qilish maqsadida mana mushundaq yo'qni bor deb maqtab, mubolag'a qilib savdo qilatdim. Ammo uningdan hozir ayrildim. Hozirgi ayolim nihoyat qanoatchan, unda besimiz olmaydi. Shuning uchun bani bor deb sotma, yo'qni yo'q deb sotma deydi. Demak, bu voqelikdan shuni ko'ralamizki, bir erning haloldan pul tepishiga ayol kishi nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Shunga sabablarimizning ayollari er kishi uydan chiqishdan ilgari ularga shundaq eskartatdi. Palani biz az yeyishga, az kiyishga, normal o'tishga, faqirchilikqa sabr qila olamiz. Ammo do'zaxning o'tiga sabr qila olmaymiz. Shuning uchun uyga faqat halol luqmalar akirayang deb eskartatdi. Shuning uchun bugungi xonim qizlarimizmi har vaqt shu institut kerak, yo'ldoshiga buni eskartish kerak. Ortiq chiqqan paydo qilib yo'ldoshiga besim silishni qattiq saqlanish kerak. Yo'ldoshingizga besim solgan vaqtingizda yo'ldoshingiz mushuni bir baxtli qilay, mushuning g'allasini bir besiq turay deb halol haromga bo'lgan o'lchamni tushiradi, shu biyiga tushiradi, ondan keyin haromga tushiradi. O'zingizning, yo'ldoshingizning, farzandingizning dunyo va oxiratini barbod qilasiz. Shuning uchun hamshirimiz bu nuqtaga nihoyat diqqat qilish kerak. Hamda halol harom masalasi shunday muhim masala ekan. Qo'limizga harom bir narsa kirib qoldi yoki bankadan bo'lsin masalan. Bundan qanday qutulamiz? Bundan qutulishning yo'li undan hech qanday savob kutmay, qutulganga qo'shilib, pulning egasi nomidan sadiq qilib o'tish. Agar pulning egasi bo'lmasa, agar pulning egasi bo'lsa, qaytirib bergili bo'lsa, uni egasiga qaytirish. Unda bo'lmaydi ekan. Shu odamning nomidan sadiq qilib o'tish, undan qutulgandan qo'shilish. Herkesning o'zining nomidan sadiq qilish, o'zining nomidan boshqalarga hadiya qilishga bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni halol yeydigan va yaxshi amallarga muvaffaq bo'lgan, yaxshi farzandlarga nisb qilgan kishilarning qatoridan qilsin. Qalbimizdan qanoatsizlikni, hirisni, moda qo'g'ilishni iborat mana shu dunyo marazlarining hammasini bizdan pokizlab bersin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.